Agar siz har oy telefoningizga pul tashlaysiz, internet paketingiz tez tugab qoladi. Tarif narxi oshib ketganini kech bilasiz yoki nega mendan yana pul yechildi deb hayron bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun men juda muhim mavzuni ochib beraman. Yashirin yoki keng reklama qilinmaydigan tariflar, vaqtincha takliflar, operatorlar jim o'tkazib yuboradigan paketlar va ulab olishga ulgurish kerak bo'lgan imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot hammani qiziqtiradi. Talabani ham, taksi haydovchisini ham, tadbirkorni ham, ota-onasiga telefon olib bergan farzandni ham. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Nima o'zgardi? Qayerda pulingiz ketyapti? Qaysi tariflar foydali bo'lishi mumkin? Qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerak? Va eng muhimi, bugunoq nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga operator bilan gaplashganda qanday savollar berish, ilovada qaysi bo'limlarni tekshirish va qaysi hujjatlarni saqlab qo'yish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam odatda ko'proq to'laydi. Avval mobil aloqa bozori nisbatan sodda edi. Odamlar bitta tarifga ulanardi. Masalan, oyga ma'lum summa, ichida ma'lum daqiqalar, internet va SMS bo'lardi. Tariflar yillar davomida deyarli o'zgarmasdi. Kimdir falon tarif yaxshi ekan desa, siz ham borib ulab olardingiz va bir necha yil ishlatardingiz. Operatorlar ham ko'proq ochiq reklama qilardi. Televideniyada, bannerlarda SMS orqali tarif nomini ko'rsatib, narxini yozib, hammani chaqirardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Mobil internet iste'moli keskin oshdi. Odamlar YouTube ko'radi, Telegramda video yuboradi, TikTok va Instagram ishlatadi, xaritalardan foydalanadi, bank ilovalarini ochadi, onlayn o'qiydi, onlayn ishlaydi. Operatorlar esa bitta oddiy tarif bilan hammani ushlab tura olmaydi. Shu sababli tariflar juda ko'paydi. Ommaviy tarif, arxiv tarif, yopiq tarif, maxsus taklif, shaxsiy taklif, vaqtinchalik paket. Faqat ilovada ko'rinadigan aksiya, faqat eski abonentlarga beriladigan bonus, faqat boshqa operatorga o'tmoqchi bo'lganlarga taklif qilinadigan chegirma. Mana shu yerda muammo boshlanadi. Eng foydali takliflar har doim ham katta reklama qilinmaydi. Ba'zan operatorga yangi abonent kerak bo'ladi. Shunda yangi raqam olganlarga arzonroq shart beradi. Ba'zan eski abonent chiqib ketmasin deb unga alohida chegirma taklif qiladi. Ba'zan esa tarifni ochiq sotuvdan olib tashlaydi. Lekin eski ulanganlar undan foydalanishda davom etadi. Oddiy foydalanuvchi esa buni bilmaydi. Natijada bir odam oyiga 40 ming so'mga yetarli internet va daqiqa olib yuradi. Ikkinchi odam xuddi shunga o'xshash foydalanish uchun 7 ming yoki 9 ming so'm to'laydi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan holat shuki. Odamlar tarifni tanlamaydi, tarif ularni tanlaydi. Ya'ni qachondir do'stining tavsiyasi bilan ulangan, keyin narxlar o'zgargan, paketlar kamaygan, avtomatik xizmatlar qo'shilgan, lekin abonent tekshirmagan. Har oy pul tashlaydi, ishlatadi, tamom. Aynan shu beparvolik operatorlar uchun qulay, foydalanuvchi uchun esa zararli. Asosiy qismin nima bilish kerak? Kim xavotir olsin? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Birinchi navbatda shuni tushunib oling. Yashirin tarif deganda har doim noqonuniy yoki aldovli narsa nazarda tutilmaydi. Ko'pincha bu keng reklama qilinmaydigan, hamma uchun ko'rinmaydigan yoki faqat ma'lum shartlar bajarilganda chiqadigan tarif va paketlar bo'ladi. Masalan, operator ilovasiga kirganingizda siz uchun maxsus degan bo'limda oddiy saytda yo'q paket turishi mumkin. Yoki aloqa saloniga borib, men boshqa operatorga o'tmoqchiman desangiz, sizga ushlab qolish uchun alohida shart aytishi mumkin. Yoki eski arxiv tarifda yurgan odam yangi tarifga o'tmasa, juda yaxshi narxda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Kimlar eng avvalo xavotir olish kerak? Birinchisi, har oy telefon uchun 20 ming so'mdan ko'p to'lab, baribir internet yetmaydiganlar. Masalan, siz oy boshida 70 ming so'm to'laysiz, 25 gigabayt internet olasiz. 29 kunga kelib internet tugaydi va yana 20 ming so'mga qo'shimcha paket olasiz. Oy oxirida umumiy xarajat 9 ming so'm bo'ladi. Lekin sizning real ehtiyojingiz 35 yoki 1 giga bo'lishi mumkin. Ehtimol boshqa tarifda shu hajm 75 ming so'mga berilar. Farq bir oyda 20 ming, bir yilda 10 ming so'm. Oylada geta raqam bo'lsa, bu 7-20 ming so'm degani. Ikkinchisi, telefonni ko'proq qo'ng'iroq uchun ishlatadiganlar. Ko'pchilik hozir internet asosiy deb o'ylaydi. Lekin hali ham savdo bilan shug'ullanadiganlar, yetkazib beruvchilar, ustalar, taksi haydovchilari, o'qituvchilar ko'p qo'ng'iroq qiladi.
Ular internetni ko'p tarifga ulanib oladi, lekin daqiqalari kam bo'ladi. Keyin tarmoqdan tashqari qo'ng'iroq qilganda balansdan alohida pul yechiladi. Masalan, tarif oyga kiritim 5000. Ichida 1000 daqiqa bor, lekin faqat tarmoq ichida. Siz boshqa operatorlarga ko'p qo'ng'iroq qilsangiz, har oy 20 ming so'm qo'shimcha ketishi mumkin. Bu holda daqiqalari barcha yo'nalishlarga ishlaydigan tarif yaxshiroq bo'ladi. Uchinchisi, ota-onasi yoki farzandi uchun raqam to'ldirib beradiganlar. Ko'p hollarda katta yoshdagilar qanday xizmat ulanganini bilmaydi. Ular telefoniga kelgan SMS'ni tushunmasdan OK bosishi, internet tugaganda avtomatik kunlik paket yo'qilishi, obuna xizmat ulanishi mumkin. Farzandlar esa aksincha, video ko'p ko'radi, o'yin o'ynaydi, internet tez tugaydi. Bir qarashda tarif arzon. Oyga 30 ming, ammo har haftada qo'shimcha 10 mingdan paket olinsa, oyga 70 ming bo'lib ketadi. Shuning uchun oiladagi har bir raqamni alohida tahlil qilish kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz oxirgi bir oyda ilova orqali tarifingizni tekshirgan bo'lsangiz, barcha pullik xizmatlarni o'chirgan bo'lsangiz, oylik internet, daqiqa va SMS sarfingizni bilsangiz, har oy balansdan nima uchun pul yechilayotganini tushunsangiz, demak sizda vaziyat nazorat ostida. Lekin shunda ham 3 oyda bir marta tekshirish kerak. Chunki operatorlar paket shartlarini o'zgartirishi, yangi tarif chiqarishi, eski tarifni yopishi yoki maxsus aksiyani boshlashi mumkin. Keling, real hayotga yaqin misol ko'ramiz. Birinchi misol talaba. U asosan Telegram, YouTube, onlayn dars, ijtimoiy tarmoqlar ishlatadi. Qo'ng'iroq kam qiladi. U oyiga 35 ming so'mlik tarifga ulangan. Ichida 2 GB internet bor. Birinchi haftada video darslar bilan 8 GB ketadi. Keyin internet sekinlashadi yoki tugaydi. U yana 15 mingga imgiga oladi. Oy oxirida jami 2 ming sarflaydi, lekin qiynaladi. Agar u faqat interneti ko'proq, daqiqasi kamroq tarif yoki tungi internet bonusli paket topsa, 5 mingga o'tiga olishi mumkin. Farq faqat 5 ming emas, farq shundaki, u oyning oxirigacha asabiylashmaydi. Ikkinchi misol, kichik tadbirkor. U mijozlarga qo'ng'iroq qiladi, Telegramdan buyurtma oladi, bank ilovalariga kiradi, lokatsiya yuboradi. Uning tarifi internetga yaxshi, lekin boshqa operatorlarga qo'ng'iroq qimmat. Har oy 6 ming tarif, ustiga 25 ming qo'ng'iroq xarajati. Jami tagazin 5 ming. Agar u barcha operatorlarga yetarli daqiqa beradigan tarifga o'tsa, masalan 75 ming to'lab, qo'shimcha yechimlardan qutuladi. Bu yerda 10 ming tejashdan ham muhimroq narsa bor. Xarajat oldindan aniq bo'ladi. Biznesda oldindan aniq xarajat juda muhim. Uchinchi misol, internetni kam ishlatadigan ota. Unga farzandi 40 ming so'mlik zo'r tarif ulab bergan, ichida ko'p internet bor. Ota esa faqat qo'ng'iroq qiladi, ba'zan Telegramdan rasm ko'radi. Oy oxirida 7 giga internetdan 5 giga qoladi. Bu pulning katta qismi havoga ketayapti. Unga 25-35 ming so'mlik oddiy tarif yetadi. Bir oyda 75 ming farq, bir yilda behil ko'rilmagan. Mana shu pulga boshqa foydali narsa qilish mumkin. 4-chi misol, eski abonent. U 5 yil oldin arxiv tarifga ulangan. Hozir yangi tariflar qimmatlashgan, lekin uning tarifida hali ham yaxshi shartlar qolgan bo'lishi mumkin. Bunday odam shoshilib yangi reklama qilingan tarifga o'tmasin. Chunki arxiv tarifdan chiqib ketsangiz, qaytib ulana olmasligingiz mumkin. Men ko'p ko'rganman. Odam yangi tarifda bonus bor ekan deb o'tadi, bir oy bonus oladi. Keyin bilsa eski tarifda uzoq muddatli foyda ko'proq bo'lgan. Shuning uchun har bir o'tishdan oldin hisob-kitob qilish shart. Endi eng muhim joyga o'tamiz. Tarif tanlashda ko'pchilik ko'rmaydigan tuzoqlar. Birinchi tuzoq cheksiz internet so'zi. Cheksiz degani har doim ham mutlaqo cheksiz degani emas. Ba'zi tariflarda ma'lum hajmdan keyin tezlik pasayadi. Masalan, 2 gigadan keyin internet ishlaydi, lekin video ko'rish qiyin bo'ladi. Ba'zida ijtimoiy tarmoqlar cheksiz deyiladi, lekin video avtomatik boshqa manbadan yuklansa asosiy trafikdan ketadi. Masalan, Telegram cheksiz bo'lsa ham Telegram ichidagi tashqi havola brauzer, YouTube oynasi yoki reklama alohida trafik sarflashi mumkin. Ikkinchi tuzoq, bonus va asosiy paket farqi. Operator sizga 20 gigat asosiy internet va 20 gigat bonus berishi mumkin. Lekin bonus faqat tunda ishlaydi. Faqat ilovada faollashtirilsa ishlaydi. Faqat oyning birinchi 10 kunida amal qiladi yoki faqat DTK tarmog'ida ishlaydi. Odam esa menda garibligiga bor deb o'ylaydi. Natijada asosiy 20 giga tugaydi. Bonus esa ishlatilmay qoladi. Shuning uchun har doim so'rash kerak.
Bu bonus qachon ishlaydi? Qaysi tarmoqqa, qaysi muddatga ishlatilmasa kuyadimi? Uchinchi tuzoq, kunlik yechimlar. İnternet tugaganda operator avtomatik kunlik paket taklif qilishi yoki yo'qishi mumkin. Bu qulay ko'rinadi. Bugun 3000 so'mga internet. Lekin oy davomida 10 marta shunday bo'lsa 30 ming so'm. Siz esa buni sezmay qolasiz. Ayniqsa balansda pul bo'lsa, mayda yechimlar katta xarajatga aylanadi. Men har doim aytaman, agar internetingiz har oy tugayotgan bo'lsa, kunlik paket bilan yamab yurish o'rniga asosiy tarifni almashtiring. 4-tuzoq abonent to'lovi yechiladigan sana. Ko'pchilik oy boshida pul tashlaydi, lekin tarif to'lovi boshqa sanada yechiladi. Agar kerakli kuni balansda yetarli pul bo'lmasa, tarif to'liq faollashmaydi. Xizmatlar alohida narxida ishlashi mumkin. Masalan, siz 55 minglik tarifdasiz, lekin yechiladigan kuni balansda 7 ming bo'ldi. Tarif uzaymadi. Siz internetga kirdingiz, har megabayt bo'yicha pul yechildi. Keyin pulim qayerga ketdi deysiz. Shuning uchun abonent to'lovi sanasini bilish juda zarur. 5-tuzoq, tarifni almashtirish narxi. Ba'zi holatlarda tarifdan tarifga o'tish bepul bo'ladi. Ba'zida xizmat haqi olinadi. Yana ba'zan yangi tarifga o'tganingizda eski paketlaringiz kuyadi. Masalan, eski tarifingizda 15 giga qolgan, siz bugun yangi tarifga o'tdingiz. Qolgan paket yo'qoldi. Shuning uchun o'tishni oyning oxirida yoki paketlar tugagan paytda qilish foydaliroq bo'lishi mumkin. Lekin aksiyali tarif faqat bugungacha bo'lsa, alohida hisoblash kerak. Qolgan paketni yo'qotish zararmi yoki yangi taklifni qo'lga kiritish foydalimi? 6-tuzoq faqat yangilanishlar uchun. Ba'zi yaxshi tariflar faqat yangi raqam olganlarga yoki boshqa operatordan raqamni ko'chirib kelganlarga beriladi. Eski abonent ilovada buni ko'rmasligi mumkin. Bu adolatsiz tuyuladi, lekin bozorda shunday amaliyot bor. Yangi mijoz jalb qilish uchun yaxshiroq shart beriladi. Bunday holatda sizda bir nechta variant bor. Operatorga murojaat qilib shaxsiy taklif so'rash. Raqamni saqlagan holda boshqa operatorga o'tish imkoniyatini ko'rib chiqish yoki oiladagi qo'shimcha raqamlar uchun yangi tarifdan foydalanish. 7-nozik jihat, hudud va tarmoq sifati. Eng arzon va eng katta internetli tarif ham foydasiz bo'lishi mumkin, agar siz yashaydigan joyda o'sha operator yaxshi ushlamasa. Masalan, qog'ozda 1 giga internet bor, lekin uyda 4G kuchsiz, ishxonada aloqa uziladi. Siz arzon tarifga aldanasiz, lekin real hayotda qiynalasiz. Tarif tanlashdan oldin o'z hududingizda tezlikni tekshiring. Qo'shnilardan so'rang, ishxonada sinab ko'ring, bir haftalik yoki kichik paket bilan test qiling. Aloqa sifati tarif narxidan kam ahamiyatli emas. 8-jihat. Roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar siz tez-tez chet elga chiqsangiz yoki chet elga qo'ng'iroq qilsangiz, oddiy ichki tariflar sizni qutqarmaydi. Roamingda internet juda qimmat bo'lishi mumkin. Ayrim tariflarda xalqaro yo'nalishlar uchun bonus bor, ayrimlarida yo'q. Safarga chiqishdan oldin alohida roaming paketi ulash, avtomatik internetni o'chirish, ilovalarni fon rejimida ishlashini cheklash kerak. Aks holda bir necha daqiqada katta pul yechilishi mumkin. 9-jihat, pullik obunalar. Ko'pincha odam tarifdan emas, qo'shimcha xizmatlardan zarar ko'radi. Musiqa, tanishuv, ob-havo, viktorina, kontent, gudok, yangiliklar, antivirus, bulutli xotira kabi xizmatlar kuniga 500 so'm, million so'm, 1500 so'm bo'lishi mumkin. Alohida qaraganda mayda, lekin bir oyda 30 minggacha chiqadi. Eng yomoni, abonent buni tarif narxi oshdi deb o'ylaydi. Aslida tarif emas, obunalar pul yeyapti. Endi aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, operatorning rasmiy ilovasiga kiring. Agar ilova o'rnatilmagan bo'lsa, faqat rasmiy do'kondan yuklab oling. Begona havolalardan kirmang. Ilovada shaxsiy kabinetga kiring va quyidagilarni tekshiring. Hozirgi tarif nomi, abonent to'lovi miqdori, to'lov yechiladigan sana, qolgan internet, qolgan daqiqa, qo'shimcha paketlar, pullik xizmatlar va oxirgi yechimlar tarixi. Ikkinchi qadam, oxirgi 30 kunlik xarajatni hisoblang. Faqat tarif narxini emas, jami sarfni ko'ring. Masalan, tarif 45 ming, qo'shimcha internet 20 ming, pullik xizmatlar 6 ming, tarifdan tashqari qo'ng'iroqlar 9 ming, jami 1 ming. Demak, siz 5 minglik abonent emassiz, siz real hayotda 1 minglik abonentsiz. Tarif tanlashda aynan jami xarajatga qarash kerak. 3-qadam, real ehtiyojingizni yozib chiqing. Bir oyda sizga qancha internet kerak? 10 gigaytmi, 30 gigaytmi, 7 gigaytmi? Siz ko'proq qayerda ishlatasiz? Uyda Wi-Fi bormi? Ishxonada Wi-Fi bormi? Yo'lda ko'p ishlatasizmi? Qo'ng'iroqlar asosan qaysi operatorlarga?
Sizga SMS kerakmi? Chet elga qo'ng'iroq bormi? Shularni yozmasdan tarif tanlash ko'zni yumib xarid qilish bilan barobar. 4-qadam. Rasmiy saytdagi barcha tariflarni solishtiring. Faqat bosh sayfadagi reklama qilinganini emas, barcha tariflar, internet paketlar, maxsus takliflar, arxiv tariflar, aksiya bo'limlarini ko'ring. Ilovada men uchun takliflar yoki shunga o'xshash bo'lim bo'lsa, albatta oching. Ba'zan eng foydali narsa aynan shu yerda chiqadi. 5-qadam operator qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozing yoki qo'ng'iroq qiling. Matni shunday yozing. Men oxirgi oyda jami falon so'm sarflayapman. Menga oyga taxminan falon GB internet va barcha operatorlarga falon daqiqa kerak. Mavjud tarifdan foydaliroq taklif bormi? Men uchun maxsus yoki yopiq takliflar mavjudmi? Tarif almashtirsam qolgan paketlar kuyadimi? O'tish narxi bormi? Shu savollarni aniq bersangiz, umumiy javob emas, aniqroq taklif olish ehtimoli oshadi. 6-qadam. Agar aloqa saloniga borsangiz, yoningizda pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lsin. Raqam sizning nomingizda bo'lmasa, egasi bilan borish kerak bo'lishi mumkin. Raqam kimning nomida ekanini tekshirish ham muhim. Chunki kelajakda SIM karta yo'qolsa, tarifni o'zgartirish kerak bo'lsa yoki raqamni boshqa operatorga ko'chirish kerak bo'lsa, hujjat muammosi chiqadi. 7-qadam. Hech narsani shoshilib ulamang. Operator xodimi bugun oxirgi kun desa ham kamida 3 narsani so'rang. Oylik to'lov qancha, paketlar qachongacha amal qiladi, keyingi oylarda narx o'zgarmaydimi? Agar bu aksiya bo'lsa, aksiya tugagach shartlar qanday bo'ladi? Ba'zan birinchi oy arzon, keyingi oy oddiy narx bo'ladi. Ba'zan bonus faqat bir marta beriladi. Sizga esa uzoq muddatli foyda kerak. 8-qadam. Tarifni o'zgartirgandan keyin skrinshot saqlang. Tarif nomi, narxi, paket hajmi, ulanish sanasi, shartlar ko'rsatilgan sahifani suratga oling. SMS tasdiqlarini o'chirmagan. Agar keyinchalik nizoli vaziyat bo'lsa, menga boshqacha aytilgan edi deyishdan ko'ra, qo'lingizda dalil bo'lgani yaxshi. 9-qadam. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. Ilovada xizmatlar, obunalar, pullik xizmatlar bo'limini tekshiring. Tushunmagan narsangizni o'chirishdan oldin tavsifini o'qing. Lekin agar u sizga kerak bo'lmasa, saqlab yurishning foydasi yo'q. Ayniqsa gudoq, kontent, kunlik yangiliklar, o'yin obunalari kabi xizmatlar ko'pincha unutilib qoladi. 10-qadam. Oilaviy nazorat qiling. Agar siz ota-onangiz yoki farzandingiz raqamiga pul tashlab bersangiz, oyga bir marta ularning ilovasiga kirib, xarajatlarni tekshiring. Katta yoshdagilarga oddiy, barqaror tarif kerak. Farzandlarga esa internet limiti, xavfsizlik va balans nazorati muhim. Har bir odamga bir xil tarif mos kelmaydi. Yana bir muhim maslahat, raqamni boshqa operatorga ko'chirish imkoniyatini bilib qo'ying. Men hech kimga darrov operator almashtiring demayman. Lekin siz bozordagi shartlarni bilsangiz, muzokarada kuchliroq bo'lasiz. Ba'zan operator eski abonent ushlab qolish uchun yaxshi taklif beradi. Ammo faqat menga arzonroq qilib bering desangiz, natija bo'lmasligi mumkin. Men oyga shuncha sarflayapman, boshqa joyda shuncha GB va shuncha daqiqa falon narxda ekan. Sizda shunga yaqin taklif bormi desangiz, gap aniq bo'ladi. Bugungi mavzuning mohiyati bitta. Mobil aloqa xarajatini nazorat qilmasangiz, mayda yechimlar, noto'g'ri tarif, avtomatik paketlar va pullik xizmatlar orqali ortiqcha pul to'lashingiz mumkin. Yashirin yoki kam reklama qilinadigan tariflar esa ba'zi foydalanuvchilar uchun haqiqatan ham katta tejash imkonini beradi. Lekin har qanday taklifga ko'r-ko'rona ulanish kerak emas. Avval o'z ehtiyojingizni biling. Keyin real xarajatingizni hisoblang. Keyin tarif shartlarini mayda joygacha tekshiring. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun videodan keyin telefoningizdagi operator ilovasiga kiring. Tarifingizni oching. Oxirgi 3 kunlik xarajatni ko'ring va pullik xizmatlarni tekshiring. Agar mos kelmaydigan joy topsangiz, operatorga aniq savollar bilan murojaat qiling. Shu oddiy harakat sizga oyga 10 minglab so'm, yilga esa sezilarli pul tejab berishi mumkin. Siz qaysi operatordan foydalanasiz? Tarifingizdan rozimisiz? Oxirgi paytda pulingiz tushunarsiz yechilganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda men yana shunday amaliy, pulingizni tejaydigan va ko'pchilik bilmaydigan mavzularni tushuntirib beraman.